Yaxshi sizlar tomoq ish qilib shunday ishtik pishdi bir qozonda ish qilib tomoq qildim. Amsa tıxlan video bo'lsin. Muvofiq miqdor unab olgandan keyin ozroq tuz, ozroq shakar, xamir turishdi muvofiq miqdorda solib olamiz. Endi yilma suv bilan xamirni bo'shroq qilib yo'g'irib olamiz. Xamir bo'lish intayin oddiy qizar bir tuxum chekiyotimiz. Bundan qilsak xamir texmi seriq, texmi yeshik bo'ldi. Xamirni yo'rib bo'lgandan keyin issiqga qo'yib qo'yamiz. Xamirning bo'lishini saqlaymiz. Endi har qanday go'sht bo'ldi, kal go'shti, qo'y go'shti bilimi, suyanlik go'sht, qo'y go'sht ishlatdim. May qo'yib may qizigandan keyin shu shakar azaq sepmiz. Shakar mushta seriq qilayotgandan keyin popo chiqqandan keyin go'shtni silib, tuz bilan go'shtni chang'alab qo'yib olamiz. Ketalik sizlar bo'lsa, yong'yu, savza, bash piyoz, qizil laza, ko'k laza, pomidorni mana mushta ushaga to'g'rasak bo'ldi. Bash piyozimiz shu. Bash piyozni silib ozroq qo'rib bo'lgandan keyin endi pomidor solamiz. Pomidorni ro'l bo'lsa quyuq qizartib chiqardi. Pomidorni silib ozroq qo'rib bo'lgandan keyin tezqo solamiz. Mashaka tezqo bo'lsa cho'ng ustamning qo'rdoq tezqo'si mushtiqni bir qap sevasak bo'ldi. Boshqa hech qanday tezqo selishni hojasiz. So'ng taxsislarning ta'min tashyamaydim, qo'rdoqning ta'min tashyamaydim degan qilsa, cho'ng ustamning mush tezqosini iste'mol qilib qo'yinglar. Endi suv quyib, mush go'sht yumshoq pishqich qaynatib olamiz. Angacha selarimizni to'g'ra olamiz. So'ng piyoz bek cho'ng to'g'raymiz. Inchira qilib to'g'rasak bo'ldi. Ko'k laza, qizil laza, palik, samsoqlarni mush video o'xshatda to'g'rab tayyor qilsak bo'ldi. Endi mana xamirimiz ko'p deb qilsa, tuxumdan bir chekayotgandan keyin xamirimiz mana shunda seriqlatib keldi. Endi buni piziltib tubiga shu may qo'yib suyug'i adat hashit bo'lgandan keyin endi shandufin savolamiz. Ma shandufin pek mezli qilsam mening cho'charimda bor. Men odatda shandufin silib mushtaq nonlan qilish va yaxshi ko'raman. Ta'min pek bezi. Endi buni tayyor qilib bo'lgan yo'q olamiz. Cho'ng kichiligini o'zimiz belgilab oladida. Mush qo'limiz o'zi tayyor qilsak bo'ldi. Endi yon so'zlarni silib, shu bilan tayyor qilgan xamirimiz tubiktiz. Cho'ng o'tda 13 minutdan 15 minut atrofida dumlasak bo'ldi. Vaqt to'shqandagi tovoqni bir ochmiz. Mana shunda o'xshan tamoqimiz tayyor bo'ldi qizlar. Mush uyangizda qilib qo'yinglar. Endi buni siz ap bo'lgandan keyin ko'k laza, qizil saylarni silib, aralashtirib iste'mol qilsak bo'ldi. Tenzan gonjo qiylanlar qizlar qo'lda sildim bo'lsa, uytishmandan bo'lsin. Matomoqning rang bo'lsin, tam bo'lsin, shunda o'xshab ketdi. Tonglarimiz intayin quyuq. Mushta tugirib yesanglar va shu o'xshaydi. Amsa kelaysan ko'rsaylik, xayr xo'sh.